بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدروس النحوية تورتينش كتابdan demek ikkinchi mabhas ismi jar bo'lish o'rinlarini المضاف إليه مضاف إليه haqida bo'ladi. هو اسم نصب إليه اسم سابق ليتعرف السابق باللاحق أو يتخصص به مثل كتاب زيد وكتاب رجل. Oldingisi keyingisi bilan ma'rifa bo'lishi uchun yoki u bilan xoslanishi uchun o'tgan ismni unga nisbat berilgan ism. Shunga o'xshash ta'riflarni o'zi bittada tarjima qilish o'zbek tiliga qo'pollashib ketadi-da. Shuning uchun ikkiga bo'lib tarjima qilinadi. Demak, mudof ilay shunday ismki, undan keyingi ism unga nisbat berilgan bo'ladi. Nisbat berish sababi o'sha keyin kelayotgan ism bilan oldingi ism ma'rifa bo'lishi yoki xoslanishi uchun bo'ladi. Masalan, kitabu Zayd. Mana shu gapda al-ismu sabiq kitab, al-ismu lahiq Zayd. Keyin kelayotgan ism. Mana shu oldingi ism o'zidan keyingi ismga nisbat berilyapti. Ya'ni ismun nusiba ilayhdagi ismdan murod mudof ilayh. Biz bilamiz mudof ilayh izofani ikkinchi so'zi bo'ladi. Va bu o'rinda mudof ilayh ma'rifa bo'lgani uchun ham mudof ma'rifalikni hosil qilyapti. Ya'ni o'tgan ism, mana bu kitob kalimasi keyingi ism Zayd bilan nima bo'lyapti? Muxotob uchun aniq so'zga aylanib qolyapti. Agarda mudof ilayh nakira bo'lsa, mana bu misol kabi kitabu rajul. U holda mudof nakira mudof ilayh tufayli muxassos, ya'ni ma'nosi xoslangan torayib qoladi. 3 xil demak daraja bor o'zi aslida. Masalan, shunchaki qara'tu kitaban desam, men tinglovchini zehniga istalgan bir kitob keladi. Mana shu qara'tu kitaban kalimasi nakira mahdo, haqiqiy nakira sanaladi. U xoslanmagan. Endi men kitabu rajul, qara'tu kitaba rajulin deb aytsam, endi men istalgan kitobni o'qimagan ekanman-da, demak ayollarni kitobini aniq o'qimaganman. Shunda tinglovchi nazdida kitob ma'nosi torayadi. Mana shunga kitabu rajulga nakira g'ayr mahdo deyiladi. Haqiqiy bo'lmagan nakira, chunki u biroz ma'rifaga yaqinlashib qolgan. Kitabu Zayd desam, endi u Zaydni kitobi tinglovchiga Zayd muayyan bir shaxs ma'lum bo'lgani uchun kitob ham endi ma'lum narsaga aylanib qoladi. Shuni aytiladiki, mudof ilayh agar izofa haqiqiy izofa, ya'ni ma'naviy izofa bo'ladigan bo'lsa, u o'sha izofadan maqsad ta'rif yokida taxsis bo'ladi. وإذا كان الاسم المراد إضافته منونا حذف تنوينه كما مثل. إضافة qilinishi iroda qilingan ism tanvinli bo'lsa agar, tanvini tushirib yuboriladi. Misolda keltirilganidek. Ya'ni kitabunda tanvin aytilmayapti, chunki biz uni izofa qilyapmiz. وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما حذفت نونه. Agar ikkilik yoki jam muzakkar solim bo'lsa, nuni tushirib yuboriladi. Masalan, ala daffatay nahri muhandisul madinati. Daryoning chekkasida, qirg'og'ida shahar muhandislari turibdilar. Mana bu yerda demak ikkita izofa bor. Daffatay nahr, daffatay mudof majrur harfi jar tufayli bu nun tushirib yuborilgan izofaga kirishgani uchun. Muhandisu al-madinati da ham nun tushirib yuborilgan. Chunki bilamiz ikkilikdagi hamda jam muzakkar solimdagi nunlar mufratni tanvinidan evaz bo'ladi. Modomiki mufratda izofa bo'lganda
tanvin tushirib yuboriladimi? Endi shu tanvinni evazi bo'lgan ikkilikdagi nun hamda jam muzakkar sonidagi nun ham tushirib yuborilishi kerak. وإذا أضيف اسم الزمان المبهم إلى الجملة جاز فيه الإعراب والبناء على الفتح. agar noaniq ismu zamon jumlaga izofa qilinadigan bo'lsa, uni i'rob qilish ham yoki fathaga mabni qilish ham mumkin bo'ladi. Demak, ismi zamonlar ikki turga bo'linadi, e'tibor beringlar. Ismu zamanil mubham bo'ladi hamda ismu zaman g'ayrul mubham bo'ladi. Vaqt nomlari ba'zan demak noaniq bo'ladi, ba'zan aniq bo'ladi. Noaniq vaqt nomlariga masalan hin, yawm bu undan keyingi mudof ilayhidan tushuniladi odatda. Masalan, yawmal xamis desam, payshanba. U mubham emas. Tushunarli? Lekin ba'zida yawm kalimasi mutlaq muayyan bir kunga nisbatan ishlatilmaydi. Muxotab uchun o'sha kun noma'lum bo'ladi, mubham bo'ladi. Ana o'sha paytda yawm kalimasini mabni qilish ham, mu'rob qilish ham mumkin bo'lar ekan. Va yana shu mubham ism zamonlardan biri hin. Hozir misollarda ko'ramiz. Ala hina atabtul mashiba ala siba deydi shoir. Shuni ikki xil o'qish mumkin. Ala hina mabniyun ala al-fath fi mahalli jar deymiz i'robini. yoki bo'lmasam ala hini deyish ham mumkin. Tushunarli? Faqatgina fathali holatda o'qish ustunroq, rojih bo'ladi. Nega? Chunki u mabni so'zga izofa qilinyapti. Shunday qoida bor. Agar mubham ismi zamon bir jumlaga izofa qilinsa va shu jumlani avvalida mozi fe'li bo'lsa, o'sha ismi zamonni fathaga mabni qilib aytish rojih sanaladi. Lekin kasra qilib o'qish ham mumkin. Tushunarli? Ala hina atabtul mashiba ala siba. Lazzatlarga berilib ketgani uchun ham qarilikni koyigan paytimda degani. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Bu sodiqlarni sidqlari, rostgo'ylarning rost gapirishlari manfaat beradigan kundir. Qanday i'roblanardi bu Islom esingdami? Hadza mubtado bo'lib, yawmu uni xabari bo'ladi. Marfu'un bo'ladi. Lekin bu yerda hozir ikki xil o'qish mumkin deyilyapti. Yawmu desak to'g'ri. Marfu'un bid-damma bo'ladi. Mu'rab bo'ladi. Ammo yawma desak, unda i'robida ishqallik bor deyiladi. Ba'zilar mabniyun ala al-fath deyishadi. Li'annahu ismu zamanil mubham. Faqatgina undan keyin muzori fe'l kelgani uchun marfu' holatda o'qish afzal aslida. Ya'ni mu'arrab qilib. Chunki yanfa muzori fe'l kelyapti. Jumlaga izofa qilindi, shu jumlaning avvalida muzori fe'l turibdi. Ba'zilar buni zorf deyishadi. Agar zorf desa, oyatda mazmuni biroz o'zgaradi. Ya'ni bu o'sha Alloh taolo bilan Iso alayhissalomning suhbati sodiqlarga sidqlari manfaat beradigan kundadir. O'sha kunda sodir bo'ladi degani bo'ladi-da. Agar yawmani mansub holatda taqdir qilsak. Xo'sh, tushunarlimi? وقد يضاف الوصف إلى معموله فلا يتعرف به ولا يتخصص كمروع القلب عظيم الأمل هديا بالغ الكعبة. ba'zida vasf o'zini ma'muliga izofa qilinadi-da, u bilan ma'rifa ham bo'lmaydi, xoslanmaydi ham. Ya'ni ta'rifni ham, taxsisni ham ifoda etmaydi. Ushbu izofaga al-izofa g'ayrul haqiqiyya yoki al-izofa al-lafziyya deyiladi. Lafzda mudof ilayh bo'ladi, ikkinchi so'z, lekin ma'noda masalan fa'il yoki
maf'ulun bih kabi i'rob bilan i'roblanadi yoki boshqa bir turdagi so'z bo'lishi ham mumkin. Masalan, murawwa'ul qalb, azimul amal. Mhm. Qalbi qo'rqitilganning orzusi katta bo'ladi deganimi? Hmm. yoki qo'rqitilgan qalb buyuk orzudir, katta orzudir desa ham bo'larkan. Qo'rqitilgan qalb katta Hmm. orzu. Unaqasi to'g'ri bo'lmaydi. Qalb azimul amal. mm, yo'q, to'g'ri chiqmas ekan bu. Bu o'rinda aslida murawwa'un qalbuhu azimun amaluhu deganida aslida shaxs haqida gap ketyapti, qalb haqida emas. Shunda al-qalb kalimasi noibi foil bo'ladi aslida murawwa. Hmm. Azim esa al-amal esa foil bo'ladi. Chunki murawwa ism maf'ul deb. Ism maf'ul mudof ilayhi ise noibi foil bo'ladi. Hop, hadiyam hozir bu o'rinda demak aslida al-qalbu marfu', al-amal ham marfu' bo'lishi kerakda. Ya'ni murawwa izofadan oldin ham qalbga ta'sir o'tkazadi. O'zini ma'muliga izofa qilinyapti. Va u vasf ism maf'ul, azim esa sifat mushabbaha. Shuning uchun bu ta'rifni ham taxsisni ham ifoda etmaydi. Ta'rifni va taxsisni ifoda etmagani uchun ham nakira hukmida bo'ladi. Mana bu oyatda ham xuddi shunaqa e'tibor beringlar. Hadiyam balig'al ka'ba keladi-ku. ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين kelardi. O'sha ihrom paytida uni o'ldirmaslik haqidagi oyat keladi. Qasddan o'ldirib qo'ysa, qanaqa kafforat o'talishi, nima qilishi aytiladi. Shunda ikkita odil kishi hukmiga mos kelgan holda chorva hayvonlaridan deydi Alloh taolo. O'sha ovga teng keladiganini hadiyan o'zi shu atama bor. Hadiy qilish. Ka'baga ya'ni Ka'baga yetadigan hadiy qilishdir deydi Alloh taolo. Hozir shu o'rinda bizga muhim e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa baligh ismi foil vasf. U o'zini ma'muliga, ya'ni maf'ulun bihisiga izofa qilinyapti. Aslida hadiyan balighan al-ka'bata degani. Shunda mudof ilayh ma'rifa, lekin mudof nakirani sifati bo'lyapti. Nega deyilsa, chunki bu g'ayri haqiqiy izofa bo'ldi. G'ayri haqiqiy izofada mudof nima bo'ladi? Nakira bo'ladi. Shuning uchun ham bu hadiyaning sifati bo'lyapti. وتسمى الإضافة حينئذ لفظية وفي غير ذلك تسمى معنوية. Shu paytda izofa lafziy deb nomlanadi. Bundan boshqa holatda esa ma'naviy izofa bo'ladi. ويمتنع في الإضافة المعنوية دخول ال على المضاف مطلقا وفي الإضافة اللفظية دخولها عليه إن لم يكن مثنى أو جمع مذكر سالما أو لم يكن في المضاف إليه ال أو فيما أضيف إليه. معنوي demak izofada mudofga alni qo'shilishi mutlaq mumkin emas. Masalan, kitabu zaydin desam, bu ma'naviy izofa. Mudofga al-kitabu zaydin deb ayta olmayman. Lafziy izofada esa mudofga alni qo'shilishi mumkin bo'lmaydi agar musanno bo'lmasa yoki jam muzakkar solim bo'lmasa mudof. Yo bo'lmasam mudof
ilayhda al bo'lmasa yoki fima udifa ilayhi. Ya'ni mudof ilayhisini mudof ilayhisida al bo'lmasa ekanda. Ana shu أو فيما أضيف إليه لم يكن في المضاف إليه أو فيما أضيف إليه. o'zi ikkalasi bir xildan mudof ilayh bilan ma udifa ilayh. Menimcha bu yerda fima udifa ilayh mudof ilayhini mudof ilayhi haqida gap ketyapti. Ha. Ya'ni bu degani mana shunaqa holatlarda al qo'shsa bo'ladi mudofga. Masalan, al-Fatiha Dimashq Xolidun va Abu Ubayda. Damashqni fotihlari, fath qilgan insonlar Xolid bilan Abu Ubaydadir radhiyallohu anhum. Hozir bu o'rinda mudof al bo'lgani uchun mana shu lafziy izofa, ya'ni mudof musanno bo'lgani uchun lafziy izofani demak mana shu mudofiga al qo'shish to'g'ri bo'lyapti. Was-sakinu Misra aminun. Misrni aholisi omondadirlar. Bu yerda endi jam muzakkar solim bo'lgani uchun ham al qo'sh to'g'ri bo'lyapti. Wal muttabi'ul haqqa mansurun. Bu o'rinda hozir yoki wal muttabi'ul haqqi deb o'qishimiz ham mumkin. O'zi bizga shu izofa tushuntirilyapti. Kasra qilib o'qiganmiz ma'qul. Shunda hozir mudof ilayh bu haqiqiy izofa bo'lmayapti. Chunki al-haqqa maf'ulun bih mana. Haqqa ergashadigan odam g'olibdir. Va mudof ilayhda al bo'lgani uchun ham nima? Mudofga al qo'sh to'g'ri bo'lyapti. Was-saliku tariqal batili yokida tariqil batili. Ha, demak haligi fima udifa ilayh ma udifa ilayhdagi shunda udifani noibi fa'ili bu huwa mudof ilayhga qaytadi. Mudof ilayh izofa qilingan so'z. Ya'ni mudof ilayhni mudof ilayhisi bo'ladi. Makhdhulun. As-saliku tariqil batili makhdhulun. Botil yo'ldan yurgan odam xor bo'ladi. Mana shundan boshqa holatlarda nohaqiqiy izofani mudofiga ham alni qo'shish mumkin bo'lmaydi. O'sha qaysi holat deyilsa, bitta holat bor. Masalan, doribu zaydin. Mana shu doribu zaydinga ad-doribu zaydin deyish mumkin emas. Nega desa, chunki shartlari topilmayapti-da. Yo mudof musanno bo'lish kerak edi, yo jam muzakkar solim bo'lish kerak edi, yo mudof ilayhida al bo'lish kerak edi, yo mudof ilayhisini mudof ilayhisida al bo'lish kerak edi. Shuni birorta holatga tushmayapti. Tabiiyki bu jumhurning fikri. Ba'zi olimlar bu o'rinda ham al qo'shsa bo'ladi deyshadi. Ad-doribu zaydin deb aytish to'g'ri bo'ladi deyshadi. Tushunarlimi?